Siz o'zingiz kompyuter yopmoqchimisiz? Unda bu 9 ta qism haqida bilishingiz shart. Ulardan biri $1000 oshishi mumkin, boshqasi esa $20 tushadi. Lekin ikkalasi ham ishlamay qolsa, butun tizim qulaydi. Mana ular qanday ishlashi haqida hech kim aytib bermaydigan narsalar. Ona plata. Keling, hamma e'tiborsiz qoldiradigan qismdan boshlaylik. Materinskaya plata yoki ona kart. Bu sxemalar va ulagichlar bilan qoplangan tekst plata. Boshqa barcha qismlar unga ulanadi. Buni kompyuteringizning nerv tizimi deb tasavvur qiling. Unda og'ir fikrlash imkoni yo'q. Lekin fikrlaydigan hamma narsani bog'laydi. Mana nima uchun bu muhim. Materinskaya plata yoki asosiy platasi har bir komponentga elektr tokini yo'naltiradi. Prosessoringiz xuddi shu plata orqali RAM bilan gaplashadi. Xotira qurilmangiz ham asosiy plata orqali video kartangizga ma'lumot yuboradi. Ona plata bo'lmasa, hech narsa aloqa qilmaydi. Hammasi shunchaki o'lik holatda yotadi. Va eng ajoyibi, eng zarur qism bo'lishiga qaramay, odatda eng arzon asosiy komponent hisoblanadi. Yuqori darajali prosessor $100 ga tushadi. Uni qo'llab-quvvatlaydigan ona plata balki $100 dan boshlab topsangiz ham bo'ladi. Prosessor. Endi miyaga o'tamiz. CPU, markaziy jarayon birligi. Bu ona platada o'tirgan, odatda sovutish ventilyator bilan qoplangan kichkina kvadratda bo'ladigan chip. Bu kompyuteringiz ishlashi kerak bo'lgan har bir hisob-kitoblarni bajaradi. Yozganingizda ekranda so'zlar paydo bo'lishi bu CPU. Dastur ochganingizda bu CPU. Internetda ko'rganingizda, o'yin o'ynayotganingizda yoki video tahlil qilayotganingizda CPU orqa fonda matematik hisob-kitoblarni bajarib, bularning hammasini amalga oshiradi. Har bir harakat shu yerdan boshlanadi. Eng kichik qismlardan biri bo'lishiga qaramay, CPU eng qimmat qismlardan biri. Nega? Chunki tezlik muhim. Tez prosessor sekundiga ko'proq hisob-kitoblarni bajaradi. Sekin prosessor hamma narsani sekin his qilishga majbur qiladi. Sekin, juda sekin. Xotira yoki RAM-dan farqli o'laroq siz ko'proq qo'sha olmaysiz. Bitta CPU olasiz. Shuning uchun odamlar imkon qadar eng tez prosessorga katta pul to'lashga tayyor turadi. Video karta. Mana bu yerda ishlar qimmatga tushadi. Video karta GPU deb ham ataladi. Bu markazda katta chip bo'lgan 4 burchak plata. Odatda uni sovuq saqlash uchun ventilyator bilan qoplangan va bu qism boshqa hamma narsadan qimmatroq bo'lishi mumkin. GPU bitta vazifani bajaradi. Grafikani ko'rsatish. Video o'yinlar o'ynayotganingizda GPU har bir kadrni renderlaydi. Video tahlil qilganingizda yoki 3D modellashtirganingizda GPU vizual tasvirlarni qayta ishlaydi. CPU mantiqiy fikrlovchi, GPU rassom. Lekin nima uchun bu qadar qimmat? Zamonaviy o'yinlar va ijodiy dasturlar juda ko'p vizual ishlov berishni talab qiladi. Yuqori darajali video karta sekundiga millionlab piksellarni render qilishi kerak. Hech qanday muammosiz. Arzon kartalar buni bajara olmaydi. Shuning uchun silliq o'yin yoki tez video eksport qilishni istasangiz, buning uchun pul to'laysiz. Va hozirda oddiyroq versiyadagi video kartalar $1000 dan boshlanadi desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Lekin arzonroq variantlar mavjud. Integratsiyalangan grafika yoki ichki video karta. Alohida GPU sotib olish o'rniga grafik protsessor CPU ichida yashaydi va CPU kuchidan bo'lishadi. Bu tejamkor, lekin zaifroq. Yengil o'yinlarni o'ynay olasiz. Lekin talab qilinadigan biror narsa, so'zlamalarni ancha pastroq tushirishingiz yoki doimiy lag bilan kurashishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun jiddiy gamerlar va ijodkorlar har doim alohida video karta sotib olishadi. Qattiq disk. Endi xotira haqida gaplashaylik. Qattiq disk quti shaklidagi qurilma, odatda metalldan qilingan. U hamma narsani saqlaydi. Operatsion tizimingiz, dasturlaringiz, rasmlaringiz, video, hujjatlaringiz hammasi shu yerda turadi. Qattiq disk ichida aylanuvchi magnit disk bor. Kichkina harakatlanuvchi qo'l shu diskka ma'lumotlarni o'qiydi va yozadi. Qattiq disk juda katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlashi mumkin. Lekin bitta muammo, u sekin. Nega? Chunki o'sha qo'l kerakli ma'lumotni topish uchun jismoniy ravishda harakat qilish kerak va barcha ma'lumotlar ingichka sim orqali o'qiydi. Operativ xotira yoki RAM. Ya'ni operativ xotirasi bu ona plataga ulanadigan ingichka 4 burchak tayoqcha va u qattiq diskning tezlik muammosini aqlli tarzda hal qiladi. RAM hamma narsani saqlamaydi. U faqat CPU ga hozir kerak bo'lgan ma'lumotlarni ushlab turadi. Buni shunday tasavvur qiling. Qattiq disk asboblar bilan to'lgan ulkan garaj. RAM esa sizning asboblar sumkangiz. Garajdan hamma narsani ko'tarib yura olmaysiz. Lekin muhimlarni olib, ularga darhol kira olasiz. Dasturni ochganingizda, kompyuteringiz uni qattiq diskdan RAM ga yuklaydi. Nega? Chunki RAM tez, qattiq diskdan ancha tezroq. Shuning uchun CPUingiz kutmasdan kerakli narsani olishi mumkin. Ko'proq RAM bir vaqtning o'zida ko'proq dasturlarni sekinlashtirmay ishga tushirishingiz mumkinligini bildiradi. Lekin mana qopqon. RAM vaqtinchalik. Kompyuterni o'chirganingizda RAM hamma narsani tozalaydi. Shuning uchun ikkalasi ham kerak. Qattiq disk ma'lumotlarni doimiy saqlaydi.
RAM kompyuter ishlayotganda tez kirishni imkonini beradi. SSD xo'sh, agar qattiq disklar sekin bo'lsa, yechim nima? Solid state disk. U qattiq disk bilan bir xil vazifani bajaradi, lekin butunlay boshqacha qurilgan. Aylanuvchi disk va harakatlanuvchi kod o'rniga SSD xotira chiplaridan foydalanadi. Qattiq diskdagi kodni eslaysizmi? O'sha SSDda yo'q. Bu degani u tezroq, ancha tezroq. SSD bilan kompyuterni yopsangiz, daqiqalar o'rniga soniyalar ketadi. Fayllar kechikmasdan yuklanadi va harakatlanuvchi qismlar bo'lmagani uchun SSDlar bardoshli. Agar qattiq diskni tushirib yuborsangiz, hamma narsani yo'qotishingiz mumkin. SSDni tashlab yuborsangiz, ehtimol omon qoladi. Kamchiligi bu narxida. SSDlar gigabayt uchun qattiq disklardan qimmatroq turadi. Lekin tezlik farqi shunchalik kattaki, SSDlar standartga aylangan. Aksariyat zamonaviy kompyuterlar operatsion tizim va dasturlar uchun SSD ishlatadi. Keyin kerak bo'lsa qo'shimcha saqlash uchun qattiq disk ham qo'shadi. Sovutish ventilyatori. Mana nima bizni kompyuterimizni o'ldiradi. Albatta issiqlik. CPU ishlayotganda issiqlik chiqaradi. GPU bundan ham ko'proq issiqlik chiqaradi. Agar bu issiqlik to'plansa, komponentalaringiz o'zlarini himoya qilish uchun sekinlashadi. Agar juda issiq bo'lsa, ular butunlay ishdan chiqadi. Shuning uchun sizga sovutish ventilyatorlari albatta kerak bo'ladi. Ular odatda to'g'ridan-to'g'ri CPU yoki GPU ga biriktirilgan. Issiqlikni tortib olish uchun doimiy aylanadi. Ba'zilari issiq havoni tashqariga chiqarish va sovuq havoni ichkariga kiritish uchun korpus ichiga o'rnatiladi. Yuqori unumli tizimlar esa suyuqlik sovutishdan foydalanadi. Havo o'rniga sovutish suyuqligi issiqlikni samarali so'rish uchun quvurlar orqali oqadi. Bu qimmat va o'rnatish murakkabroq. Lekin esa hamma narsani haddan tashqari qizib ketmasdan yuqori darajada ishlashini ta'minlaydi. Quvvat bloki. Bularning hech biri elektr energiyasiz ishlamaydi. Quvvat bloki yoki PCU devoringizdagi razvedkadan elektr energiyasini komponentalaringiz ishlashi mumkin bo'lgan quvvatga aylantiradigan to'rtburchak quti. Biz muhokama qilgan har bir qism PCU dan quvvat oladi. Mana odamlar nimani noto'g'ri tushunishadi. Ular quvvat blokini tejashadi. Katta xato. Yomon PCU butun tizimingizni kuydirib yuborishi mumkin. Yaxshi PCU komponentlaringizni himoya qiladi va barqaror. Eng asosiysi, doimiy quvvat beradi. Bu jozibali emas, lekin eng muhim. Notebooklarda ham quvvat bloki bor. Garchi batareyasi bo'lsa ham, batareya shunchaki ko'chma quvvat. PCU hali ham konvertatsiya ishini bajaradi. Simsiz karta. Wi-Fi ga ulanishni istasangiz, simsiz karta kerak. Bu kompyuteringizni internet kabelsiz simsiz tarmoqlarga ulash imkonini beradigan kichik komponent. Agar kompyuteringizda bu bo'lmasa, simda ulanishga mahkumsiz. Shunchaki shunday. Korpus. Nihoyat korpus. Bu biz hozir muhokama qilgan har bir komponentni joylashtiradigan va himoya qiladigan tashqi qobul. Bu shunchaki quti emas. Korpus sovutishda katta rol o'ynaydi. Unda havo oqimi uchun teshiklar bor. Issiq havo chiqib ketadi, sovuq havo kirib keladi. To'g'ri havo oqimi bo'lmasa, komponentlaringiz haddan tashqari qizib ketadi. Korpuslar turli o'lchamlarda keladi. Kichik yig'ish uchun ixcham korpuslar, bir nechta ventilyatorlar va suyuqlik sovutish bilan o'yin kompyuterlari uchun kattaroqlari. Tanlagan korpusingiz haroratga, shovqin darajasiga va keyinchalik qismlarni yangilash qanchalik oson bo'lishiga ta'sir qiladi. Xo'sh, mana haqiqat. Ko'pchilik odamlar CPU yoki video karta haqida o'ylashadi, lekin kompyuteringiz faqat eng zaif qismi kabi kuchli. Tasavvur qiling, arzon quvvat bloki $2000 GPU ni o'ldirishi mumkin. Bu esa yoqimsiz. Sekin qattiq disk tez protsessorni sekin his qilishga majbur qiladi. RAM bo'lmasa, hatto oddiy vazifalar ham sekinlashadi. Va nihoyat, eng aqlli yig'ishlar eng qimmat qismlarga ega bo'lganlari emas. Ular hamma narsa muvozanatli bo'lganlari.